Hozir mana shu yerdagi bir ajoyib narsaga yaqinlashyapmiz. Bu kran, oddiy suv krani, mana shu esa budka. Ya'ni bir qo'yilgan uycha ham desak bo'ladi. Mana shu uycha haqida hozir ozgina gapirib beraman sizlarga. Assalomu alaykum azizlarim va yaqinlarim. Mana biz hozir yana shu Italiyaning ajoyib bir narsalarini ko'rsatmoqchiman. Bu yerga kelganim sababi biz mana shu yerdagi yaqin joyda yashaymiz. Lekin men bugungi shu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam suv haqida. Suv bilamiz ob hayot, inson hayotida asosiy o'rinni egallaydi. Lekin Florensiyada mana hozir suv tanqis ekan deb o'ylamanglar. Suv hamma joyda bor. Xonadonlarda suv, issiq suv, sovuq suv juda ham yaxshi oqadi. Agar mana shu tarixni qarab chiqsak, Rim imperiyasi juda ham o'zini shu ravnaq topgan paytida mana shu kanalizatsiya, yer osti quduqlari, suvlari haqida juda ham katta ko'p ishlar qilingan bu yerda, ilmiy ishlar qilingan. Bunaqa suv oladigan budkalarni mana shu Italiyaning barcha hududlarida, rayonlarida uchratishingiz mumkin. Juda ham ko'p qo'yilgan. Mana shu Rim imperiyasi tarixini ko'rib chiqsak, 3000 yil avval mana shu yerda yer ostidagi suvlardan qanday foydalanish, yer osti quduqlari, bundan tashqari mana shu kanalizatsiyani qanday qilish ustida juda ham ko'p olimlar ishlashgan va natijalari zo'r bo'lgan. Mana shu hozirgi kungacha yer osti suvlaridan hali ham shu mana shu quvurlar yaxshi ishlaydi. Bu quvurlar o'z vaqtida ta'mirlab turiladi. Mana shu hozir biz sizlar bilan kelgan mana shu katta maydondagi mana shu uycha deymizmi, budka deymizmi, mana shu haqida hozir sizlarga ozgina gapirib beraman. Bu yerga mana shu yerda yashaydigan insonlar kelib oddiy suv, bu yer osti artizandan chiqqan suv va mana shu yerga apparat qo'yilgan ichkarisida maxsus mana shuni suvni gazlashtirib beradi, ya'ni gazlangan suv. Bu suv tekin. Mana shu yerdagi insonlar kelib o'zlarini idishlarida mana shu suvni olib ketishadi. Bu degani xonadonlardagi suv yaxshi emas degan ma'noni bildirmaydi. Suvlar yomon emas, lekin minerallari ko'p ekan. Chunki biz idishlarga suv olganimizda yoki choy qaynatganimizda shu ozgina shu nima deymiz, bizlarda suv qaynatganimizda tosh yig'iladi-ku quyqa bo'lib. Mana shunaqa bo'lib qolyapti. Biz ham mana shu suvdan olib ishlatyapmiz. Bunaqa shu suv beradigan yoki suv oladigan budkachalar mana shu hamma kvartalda, aholi ko'p yashaydigan kvartallarda juda ham ko'p qo'yilgan. Biz mana kuni kecha Rimdan qaytdik. Rimda ham mana shu apparatlarni ko'rdik. Siz xohlagan yeringizda, xohlagan idishingizda suvni to'latasiz. Mana hozir insonlar kelib suv olishyapti. Men hozir mana shu yerda suv olayotgan bir insonni ko'rsatyapman. Buni idishlarga ham e'tibor beramiz. Idishlar shisha idishdan. Ba'zilar bu yerda mana shu butilkalarni deymizmi, shisha idishlarni umuman tashamas ekan. Mana bu yerda hozir mendan oldinroq bir inson keldi va u suv olyapti. Buni olsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Bu mana oddiy suv hozir. Kimni esida bo'lsa, bizda ham ko'chalarda mana shunaqa vodoprodlar turardi. Mana shu yerga kelgan insonlar men buni kran deb boyaqsilarga vodoprovod ko'rsatdim, lekin ular Atilatdan mana shu yerda hozir butilkalarni chaqab oldi va ba'zi insonlar ko'pincha shu gazlangan suvni ko'proq olishar ekan, chunki buni do'kondan sotib olmaysiz, tayyor, tekin xohlaganingicha solib olib ketishingiz mumkin. Qarang, mana shu yerda maxsus idishlar, hattoki qopqoqlari ham ajoyib qilingan. Hozir bu yerda shu oddiy suv olyaptilar bular. Biz juda ham vaqtli keldik, chunki bu yerda navbat ba'zan ko'payib ketar ekan. Hozir biz ham suv to'latib olamiz. Bu yerdan olinayotgan suv oddiy suv, mineral suv emas, faqat mana shu bir tarafidagi gazlashtirilgan. Qolgani oddiy suv. Mana shu yerda bu yerda yozilgan oddiy suv va mana bu yerda shu gazlangan suv oqar ekan. Mana bu yerdan chiqadigan suv shu distillangan suv, ya'ni shu yer ostidan chiqadigan artizan suvdan deb aytishdi va bu yerga apparat qo'yilgan. Mana shu yerga ham yozib qo'yilgan menimcha va bu suvni gazlashtirib beradi. Biz hozir sizlarga shu suvni qanaqa olinishini ko'rsataman. Hozir mana shu yerdan oddiy suvni olamiz. Bu suvlar yarim litrga kelganda to'xtar ekan.
yana davom ettiramiz. Mana suvimizni olamiz. Biz ham hozir juda ham erta chiqdik. İtalyan xalqi ham xuddi o'zimizga o'xshagan juda erta uyg'onar ekan va insonlarning ishga ketayotganini ko'rish mumkin. Hozir bu yerda soat 6 hali bo'lmadi, ertalabki tong. Lekin quyosh juda ham chiqyapti. Kecha ozgina yomg'ir yog'di. Tabiati juda ham toza, havosi juda ham toza. Ya'ni mana shu yerdagi o'simliklar, daraxtlar hammasi yo'lda. Va biz mana shu yerda men shu yerda sizlar bilan xayrlashaman va yana ham qiziqarli joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr.